ishlarimizni qalay ekan, okey? O'zingizni xolisona xalqimizga ochiq-oydin fikringizni ayting, okey? Yaxshi, zo'r. Bu Andijondagi armada zotimiz aniqishi, okey? Agar Toshkentniki ko'rgansiz, Toshkentlik to'g'rimi? Adin-kadami mana bir xil qilib chiqyapti. O'zimizni chiroyli qilib, ortib, o'zimiz olib keldik, okey? Qalay, sizga yoqyaptimi, yo'qmi? Yaxshi, zo'r. Ishlar ko'rinishi zo'r. Sifati ham yaxshi ekan. Yoqdimi? Yo'q, yaxshilikda ham. Xudo xolisa, okey, ichini ham ochib ko'rishadi, mana ustalaringiz terishadi. Yoqsa, okey, xudo xolisa bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi bizani, okey? Boshqa ishingizga kerak emas. Necha qavat quryapsiz bu yerda, okey? 2 qavat xudo xolisa. 2 qavat, 2 qavatga niyat qilib turibmiz. Xudo xolisa, okey, birinchi qavatingizga ham chiroyli qilib olib beramiz, ikkinchi qavatingizga ham xudo xolisa chiroyli qilib olib kelib, tushirib, akkuratniy qilib, okey, zagotovka bonuslarimiz bor. Toshkentda qilardikdek bonuslarni. Endi okey, mana vodiyga ham qo'yamiz xudo xolisa. Sizga 1420 so'mdan keldi. 1.900.000 ga kranni gaplashdingiz. Bizni hisoblab chiqdik. Примерно 1480 so'm mana shunaqalardan aylanyapti-da, okey? Sizga g'ish ma'qul kelyaptimi, okey? Yaxshi, zo'r g'ish. Cho'nchagiga anaqa zarar qilmayaptimi, okey? Yaxshi. G'ishlar xayrli qilsin. Yaxshi yillaringizga buyursin, okey?